Bu darsimizni tushunishingiz uchun tasavvuringizni maksimal darajaga yoqishga to'g'ri keladi. 4D dunyosidagi mavjudotlar uchun o'tmish va kelajak mavjud emas. 4D dunyoni qog'ozda qanday qilib ifodalash mumkin? Bizning tasavvurimizdagi milliardlab kilometr masofani bir zoomda o'tishi mumkin. Bora 3D, 2D, 4D degan so'zlarni ko'pdan ko'p eshitadigan bo'lgandirsiz. Demak, ular nima degani? Nimaga aynan 3D? Nimaga aynan 2D? Nimaga aynan D? Hozir bu masalalarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Sabr qiling, juda qiziq bo'ladi. Bu darsimizni tushunishingiz uchun tasavvuringizni maksimal darajaga yoqishga to'g'ri keladi. Vaqt mashinasi orqali insonni kelajakka yoki o'tmishga jo'natish mumkinmi? Yoki bir zoomda milliardlab kilometr masofalarni bosib o'tishning imkoni bormi? Buning barchasini tushunish uchun biz fazolarni tushunishimiz kerak. D harfi dimension, fazo, o'lcham degani. Agar 3D dunyo balandligidan, kengligidan va chuqurligidan iborat bo'lsa, 4D dunyo nimadan iborat? Buni yaxshiroq tushunish uchun biz bitta daraja pastga tushishimiz kerak. 2D dunyo bu tekislik dunyosi. Bu dunyoda faqat bo'y va en mavjud. Hamma narsa yassiy. Unda hajm mavjud emas. 2D dunyoni o'zingizga yaxshiroq tasavvur qilishingiz uchun, masalan, Tetris o'yinida hajm mavjud emas. Unda faqat 2D obyektlar 2D ko'rinishda balandga pastga va o'ngga chapga harakat qilishi mumkin va obyektlar o'z atrofida aylanishi mumkin. O'zimizga 2D dunyodagi yassiy bir mavjudotni tasavvur qilaylik. Uning dunyo qarashi siz yomon ko'radigan qarindoshingizga o'xshab dunyo qarashi tep-tekis. U shunchalik tor dunyoda yashaydiki, u o'ziga balandlik nimaligini tasavvur qila olmaydi. Agar uning atrofida devorni chizib qo'ysangiz, u devor ustidan hatlab o'tish nimaligini tushunmaydi. U faqat oldinga, orqaga yuriydi. Unga balandlik haqida gapirsangiz, o'zining miyasiga sig'dira olmaydi. Balandlik nima ekan? U qanday ko'rinar ekan? Olma desangiz, hamma o'ziga olmani tasavvur qiladi. 2D dunyosida biror bir mavjudot bilan tanishdingiz. Bu dunyodagi bir nechta mavjudotni chaqirib oldingiz va hammasidan bitta so'radingiz. Olma deganda nimani tushunasiz? Ba'zi birlari olma deganda mana buni tushunadi. Ular olmaning mana bunday ko'rinishini ko'rgan xolos. Va ularning bahsi cheksiz davom etishi mumkin. Biri olmani mana bunday deydi, boshqasi esa olmani mana bunday deydi. Xuddi olmaning shakli bo'yicha bu dunyoda birdan fikr mavjud bo'la olmagani kabi, kub qanday shaklda bo'lishi ham bu dunyoda aniq emas. Biridan kub nimaligini so'rasangiz, ular mana buni tasavvur qiladi. Boshqasidan kub nima deb so'rasangiz, ular mana buni ko'radi. Chunki ularning dunyosida balandlik mavjud emas va ular kubni butunligicha o'zlarining miyalariga sig'dira olishmaydi. 2D dunyoda mavjudotlar bir-birini qanday ko'rishi mumkin? O'zingizga 2D xonimni tasavvur qilib ko'ring. Mana buning kimligini taniyapsizmi? Bu 2D xonim. U o'zini 2D dunyodagi oynada ko'rganda faqat mana shuni ko'radi. Mana bunday ko'rinishda 2D akani o'ziga tasavvur qiladi. U 2D akaga qaraganda faqat mana buni ko'radi. Biz esa mana buni ko'rishimiz mumkin. Agar men biror olma bo'lagini olib kelib, mana bunday qilib qo'ysam, ularning dunyosida olma yo'q joydan paydo bo'lgan bo'ladi. 0D dunyoda balandlik, pastlik, uzunlik hech narsa mavjud emas. Faqat nuqta. 1D dunyoga o'tish uchun biz uni 2 ga ko'paytirib, orasini tutashtiramiz. 1D dunyoni 2D dunyoga aylantirish uchun biz mana shu kesimni 2 ga ko'paytiramiz va uning burchaklarini tutashtiramiz. 2D dunyodan 3D dunyoga o'taylik. Yana mavjud bo'lgan dunyoni 2 ga ko'paytirib, uni o'zaro tutashtiramiz. Mana shunda 3D vujudga keladi. 4D dunyoni qog'ozda qanday qilib ifodalash mumkin? Buning uchun yana o'sha harakatni takrorlaymiz. Bor dunyoni 2 ga ko'paytiramiz hamda yaratilgan 2 dunyoning o'zaro burchaklarini bir-biri bilan ulaymiz. Mana shunday qilib 4D dunyoni chizish mumkin. 2D dunyosidagi mavjudotlar balandlik nimaligini tasavvur qila olmaydi. Xuddi shunday biz ham kelajak va o'tmishning aslida bitta narsa ekanligini tushunmaymiz. Lekin 4D dunyosidagilar buni bemalol anglaydi. Ular bizning ko'zimizga ko'rinmasdan yura oladi. Bizning dunyomizdagi
ixtiyoriy buyumni olib, uni g'oyib qilish mumkin. Bizning tasavvurimizdagi milliardlab kilometr masofani bir zumda o'tishi mumkin. 4D dunyosidagi mavjudotlar biz uchun balandlik qanday o'lchov bo'lsa, ular uchun vaqt ham mana shunday o'lchov bo'ladi. Aynan mana shu tufayli 4D dunyosidagi mavjudotlar uchun o'tmish va kelajak mavjud emas. Ular hammasini bemalol ko'ra oladi. O'rta asrda yashab o'tgan bizning buyuk bobokalon faylasuflarimiz bitta g'oyani ilgari surishgan. U g'oya bo'yicha taqdir ham peshonada yozilgan, taqdir ham mavjud, ham shu vaqtning o'zida taqdirni o'zgartirish mumkin. Bu bizga rosa bemantiq tuyulishi mumkin, lekin muammo bu g'oyada emas. Ehtimol muammo bizning 3D miyalarimizdadir. Balki bizning dunyomiz haddidan tashqari yassidir bunday buyuk g'oyalarning miyalarimizga sig'dirishimiz uchun. Ayni shu sababli bizlar 3D dunyodagi o'zimizga cheksizlik nima ekanligini tasavvur ham qila olmaymiz. Chunki bizning miyalarimiz chegaraga, aniq o'lchovlarga bog'lanib qolgan. Bo'ldi.